Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi axborot texnologiya asoslari fanidan bugungi mavzumiz elektron jadval muharriri, Excel dasturi bilan tanishamiz. Bilamiz, Excel dasturi bizga elektron jadval, ya'ni hisob-kitob amallarini bajarishda qulaylik yaratadi. Bu dastur Office dasturlar paketiga kirgandan so'ng ancha rivojlandi. Grafik ko'rinishlari, amallari ancha rivojlandi. Bu hozirgi kunda ta'lim muassasasi deysizmi, boshqa tashkilotlarda ham juda ko'p foydalanyapti. Hozirda biz shu dastur bo'yicha mavzu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bugungi rejalarimiz shulardan iborat: elektron jadvallar va oddiy grafiklar, oddiy elektron jadval yaratish va undan foydalanish, ma'lumotlarni diagramma ko'rinishida taqdim etish, Excel elektron jadvalda kataklarga formulalar kiritish, matn kiritish va tahrir qilish. Bu rejalarimiz. Endi avvalo buni ishga tushirishni ko'rib olaylik birinchi. Ishga tushirish qolgan Office dasturlarga o'xshab bir xil ishga tushiriladi. Ya'ni pusk menyusidan все programmaga kiramiz, Microsoft Office va Microsoft Excel dasturini tanlaymiz. Endi Excel dasturlari misol 2010, 2007, 2003, 2015 bo'lishi mumkin. Bularning hammasining vazifasi bitta. Faqat grafik ko'rinishi bilan boshqacha chiroy bilan farq qilishi mumkin. Lekin 2010 dan 2015 yaxshi yoki 2010 dan 2012, 2003 dan yaxshi degan ma'noni anglatmaydi. Vazifasi, asosiy maqsadi bitta. Bu bitta usuli. Bu doimiy qulay usul. Endi ikkinchi usuli rабочий stol orqali ishga tushirishimiz mumkin. Uni o'zimiz ko'rib chiqamiz. Mana. Ikkinchi usuli. Ishqonchani o'yin tugmasini yozib, Sazdat bo'limiga kiryapmiz va list Microsoft Excel tanlaymiz. Endi Excel dasturini e'tibor qilamiz. Bunga Excel elektron jadval fayllar kengaytmasi .xls. Bu 2007 gacha bo'lganda shunaqa kengaytma bo'lgan. 2007 dan boshlab XLS, ya'ni oxirida X qo'shilib qolgan. Kengaytmasiga ega bo'lgan. Har bir ish kitobda bir necha ish qog'ozi mavjud. Ish qog'ozi o'zlariga list 1, list 2 va hokazo nom beriladi. Bularning nomi o'zi avtomatik tarzda nom bergani. Siz uni o'zgartirishingiz mumkin. Keyingisiga kompyuter xotirasiga joylashtirilgan foydalanuvchilar ishlatiladigan har bir elektron jadval dasturining variantlariga qarab 16384, hatto 25000 qatorlardan ham oshib ketishi mumkin. 256 ta ustundan iborat bo'ladi. Microsoft 2010 dasturida esa bu ko'rsatkich 1,48,576 qatorni tashkil etadi. Listlar soni dastur o'rnatilgan kompyuterning operativ xotirasiga bog'liq. Ya'ni operativ xotira kattaroq bo'lsa, ya'ni shuncha ko'p bo'ladi. Keyingisi qatorlar, butun sonlar, ustunlar esa ustunlar esa harflar bilan ajratib ko'rsatiladi. Ya'ni A, B, C va hokazo. Shu ikkalasi kengaytmasi, qatorlar va ustunlar kengaytmasi kesishganda yacheyka hosil bo'ladi. Shuni aytib o'tyapmiz. Mana Excel dasturining ishchi oynasi. Bundan oldingi darslarda boshqa dasturlar ko'rganmiz. Bu ham Excel dasturining ishchi oynasi. Ya'ni tevada menyular satri va har bitta buyruqni shu yerga kichkina qilib joylashgan. Bu biz uchun yaxshiki, foydalanish uchun oson bo'ladi. Endi bu fayl menyusi haqida gapiryapti. Fayl menyusida asosan saqlanit, ya'ni saqlash va boshqa nom bilan saqlash, yopish, yaratish va eng muhim bizda pechatga berish buyrug'i joylashgan. Endi mana saqlanit deyapti, ya'ni boshqa nom bilan saqlash imkonini beradi. Misol, o'z nomi bilan list Microsoft Excel bo'lsa, siz boshqa nom bermoqchi bo'lsangiz, shu orqali boshqa nom berib saqlashingiz mumkin bo'ladi. Bu открыть buyrug'i, ya'ni kompyuter xotirasidagi Excelda qilingan ma'lumotlarni ochish uchun yaratilgan. Ya'ni ochish ham, saqlash ham shu yerdan открыть va yoki view qilib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi Sazdat новый deyapti. Ya'ni fayl menyusidan o'sha yangi Excel oynasini yaratish uchun, ya'ni yangi list ochish uchun Sazdatdan новый knigani tanlab yaratishimiz mumkin bo'ladi. Mana bizga eng muhimi pechat buyrug'i bor fayl menyusida, ya'ni pechatga berishimiz uchun oyna chiqadi. Albatta bu uchun printer ulangan bo'lishi kerak va qaysi ma'lum listni pechatga bermoqchi bo'lsangiz, shu yerga o'shani yozsangiz bo'ladi. Misol uchun 100 varaqlik hujjat bo'lsa, misol uchun 1 dan 10 gacha yazalang, 1 va 10 deb qo'yib turib, pechatga berishimiz mumkin bo'ladi. Mana qolgan menyularda ham byurolarning vazifalari hammasi shu yerda ko'rsatib o'tilgan. Ko'rib o'tishimiz mumkin. Bularni har birlariga kompyuterlarning alohida tashlab beraman. O'quvchilar shulardan foydalanib tajribamizni oshirish imkoniga ega bo'ladi.